Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana telefon gullab sigaret sotib ko'ramiz. Eslatib o'tamiz, chekish sog'liq uchun zararli. Xo'p, mana telefonni ulaymiz. Oddiy o'rtaga. O'sha spiral, mana telefonga ulaymiz. Bu tomonini ulaymiz. Xo'p, buni qaytarish tavsiya qilinmaydi. Telefonlarni kuydirib qo'yishlar ham mumkin. Bu tomonga ulaymiz. Sigaret, mana spiralimiz qizishni boshladi. Mana. Xo'p, buni sigaret chekish uchun emas, gulxan yoqish uchun ishlatsa ham bo'ladi. Mana o'zidan ko'rishlar ham mumkin. Spiralimiz qip-qizil bo'lib turibdi. Yana qaytadan eslatib o'taman. Buni qaytarish tavsiya qilinmaydi.